Homiladorlarim, endi sizlarga uzoq gapirib o'tirmayman. Lekin mana homiladorim 40 haftalik. Og'riq bezovta qilyaptimi? Yo'q, bemalol yuribdilar, hech narsa, chunki sheykalari mahkam. Yana boshqa narsalar ham bor, endi sizlarga podrobni aytib o'tirmayman. Onasi tug'a olmaydilar. Keservaga aniq bir ko'rsatmalar bilan har doim keserva qilinmaydi. Mana tug'olmasdan keserva bo'lishi ham mumkin. Bu yerda hozir addonga boradilar, lekin ularni keservaga olishmaydi, ishonishmaydi. O'zing tug'asan, darding kelsin, hali bir hafta bor, yuraver deydi. Lekin ichkarida bolaning ahvoli yaxshi emas. U kuta olmaydi unaqa ko'p. Birinchidan. Endi Zulayho opa bunaqa vaziyatda nima qilish kerak desanglar, bunaqa vaziyatda ozgina dard chaqirib ko'rish kerak-da onada. EKTG apparatini ulash kerak. Mana shu dard chaqirayotganda bola qanaqa ko'taradi u dardni? Distressga tushib qolmayaptimi? Bolaning ahvoli og'irlashib qolmayaptimi? Agar og'irlashib qolsa, ana shunaqa oksitatsion testi o'tkazilib, dard chaqirilganda bolaning ahvoli og'irlashib qolsa va uni KTG apparat ko'rsatsa, unda tug'ishga ko'rsatma qilinmaydi. Tushundinglar? Ana o'sha vaqtda bilib olasizlar. Endi tushunib oldinglar, mana yamni keservaga ko'rsatma yo'q. Misol uchun suv qolmagan emas. Suvi bor, lekin juda kam. Qolmagan emas-da. Ana o'shanaqa vaqtda vrachlar juda qattiq qarshilik ko'rsatsa, yo'q, o'zing tug'asan desa, agar minusga ketsa, bolaga nimadir bo'lsa, yutkazadigan faqat onasi bo'ladi, oilasi bo'ladi. O'shaning uchun eng to'g'ri yo'l, mana sizlarni ham biliminglar o'sha oshib boraveradi. Oksitatsion testi o'tkazilib, sun'iy dard chaqirilib, apparatda ko'riladi. Bola ko'tara oladimi dardni? Ko'tara olmasa, keservaga o'tkaziladi. Eng to'g'ri yo'li mana shunaqa bo'ladi. Tushundinglar? Bu yerda muhimi bolani yaxshi, sog'lom qutqarib olish. Bolani reanimatsiyaga tushib qolishi